Atrof toza, bemalol tushishingiz mumkin, janob Boymer. Ha, bo'ldi, mana tushdim. Senlar mana shu yerda mashinalarni qo'riqlab, tinchgina havoyoni qo'riqlab o'tirlaring, tushundinglarmi? Xo'p bo'ladi, janob Boymer. Ertalabdan telefon kelyaptimi? Alo, eshitaman. Jo'xa, tezroq meni uyimga yetib kel, asbob uskunalaringga olib kel. Qanaqa asbob uskunalar? Bel, katmat, kirka, topor degandek. Ha, mayli, hozir olib boraman. Tezlash, hozir emas, hozir kel. Hozir bilan hozirda nima farqi bor? Bilmadim, tezroq kel. Bo'pti, hozir boraman. Obbo, ertalabdan nima der ekan endi shu janob meram jonga tegib ketdi, to'g'risini aytsam. Ertalabdan qiynishib yurmasindan o'zi ham. Hamma asbob uskunalaring ketmon kerak emas, olib kel dedi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar asosiy YouTube kanalimdasiz. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoni oxirigacha kuzatishingizni maslahat beraman, chunki bu yangi kanaldagi yangi video va ushbu asosiy kanalimni endi 50 ming obunachiga yetkazishni maqsad qilganman. O'shaning uchun tezroq obuna bo'lib qo'yaveringlar. Yozgacha 50 ming qilib qo'ysak juda ham yaxshi bo'lardi. Stop. Voy, Boymermi? Nahotki Boymer kelgan bo'lsa qishlog'imizga. Votda. Assalomu alaykum janob Boymer. Va alaykum assalom. Jo'xa, qalaysan? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi dam olayapsanmi? Qayerdan dam olaman? Ishlab yuribman-ku, bu yerga ishlashga kelganman o'zi. Ha, yaxshi. Men ham keldim bugun, lekin bu yerga dam olishga kelganim yo'q. Nima uchun keldingiz unda? Biz bu yerda majlis o'tkazishimiz kerak, o'shaning uchun keldim. Tushunarli. Assalomu alaykum janob Ber. Va alaykum assalom. Jo'xa, senga ishlarni, dodalarini tayyorlab qo'yibman. Bobolarini tayyorlamabsiz-da? Men tayyorlaganman bobolarini. Sizlar opshib ota-ona, bobo, momolarni ham tayyorlab qo'yaverasizlar ishlarni o'zi. Ha, xuddi shunaqa. Jo'xa, kirgan uyimning ichida sandiqning ichida narsalar bor, olib chiqchi. Hozir olib chiqaman. Nima narsalar bor ekan bu yerda? Qizil gilamlar, bu yerda yana bir nechta narsalar. O'zi nimadir qolib ketdi. Kamerani ulaydigan monitor qolib ketibdi. Bu narsalarni men nima qilaman janob Mer? Xullas, janob Boymer kelgan joydan, ya'ni mashinasining yonidan qishloq markazigacha qizil gilamcha tortib chiq va qizil gilamchalar tugagan joyga qishloq markaziga majlis o'tkazishimiz uchun joy qilgin. Ya'ni prezident kelganda joy qilgandek o'shanaqa qil. Oho, demak prezident o'rnida kelgansiz, shunaqami? Yo'q, men prezident o'rnida kelganim yo'q. Men boshqa qishloqning raisi bo'lganim uchun biz qo'shma delegatsiyalar tuzmoqchimiz. Tushunarli. Meni tilim u gapingizga to'g'ri kelmaydi-yu, mayli, qilaman aytganinglarni. Davay, tezlashtir. Bo'pti, hozir bir necha soatlarda qilib tashlayman. Bularni nima deganini ochiqni aytsam biroz tushunmadim, lekin tushunishga harakat qildim. Lekin qishloqdagi mana bu zinalarni olib chiqishimga to'g'ri keladi, chunki qishloqlar jalba qilsa ham nayloj. Bu yerdan qizil gilamlarni tortib chiqsam, xalaqit berib qolishi mumkin. Tak buni tutmayman, chunki bu bizga unchalik ham xalaqit bermaydi. Xo'sh, buni qaytarib joyiga qo'yib qo'yaman. Chunki bir qator bu tomondan o'tgani bilan mana bu bunga to'g'ri kelmaydi. Tushundinglarmi? Yo, tushunmadinglarmi, bilmadim. Qanaqa mashina bilan kelgan ekan janob Boymer, bilmadim. Gelikmi? Sariq gelik bilan kelgan menimcha, qora gelik axranalarniki. Juda ham yaxshi. Mayli, hozir hammasini birma-bir qilib chiqaman. Assalomu alaykum janoblar. Va alaykum assalom yigitcha, qalaysan, ishlar yaxshimi? Yaxshi, o'zingizlar ham yaxshimisizlar? Rahmat. Nima qilmoqchisan? Gilam qo'ymoqchimisan? Xuddi shunaqa, janob Boymer kelgani o'shanga. Tushunarli. Janob Mer bizlar bilan kelgan, biz uni axranalarimiz. Ko'rinib turibdi axrana ekaninglar. Yaxshi, biz ham qatnashishimiz kerak majlisga. Sizlar nima qatnashasizlar? Sizlar axir hech qanaqangi majlis a'zosi emassizlar-ku. Biz janob Boymerni qo'riqlaymiz, tushundingmi? Tushunarli. Mayli, undan men ishimni ko'ra qolay. Mayli, charchama. Xo'p, rahmat. Qanaqa mehribonchilik ko'rsatishyapti bular, lekin menga hech qanaqangi yaqin inson bo'lishmaydi-yu, o'zlaricha mehribonchilik qilishyapti. Menimcha bu gilamchalar yetmaydi-yu, to'g'risida juda kam. Baribir yetkazishga harakat qilaman. Birdan ikkita ketadi. Ikkita qilib qo'ysam, menimcha ancha joyga borib qoladi. Ikkitadan qo'ysam ham, harakat qilaman uzoqroq joyga yetkazishga. Bu yerdan ikkita ketsa, o'rtadan ikki tomondan ikkita qoladi. Bilmadim, qayoqqacha borarkin, hali ikkitasi bor, lekin menimcha yetib qoladi. Yetib qolmasa ham nimadir qilib yetkazishga harakat qilib ko'raman.
oxirida boshida ko'proq ishlatib yubordim, ya'ni mashinasini yonida janob Boymerni ko'proq ishlatilib ketdi va mana bu yerdan 3 qator qilish kerak, chunki yo'l juda ham eni juda ham katta bu yo'lni va mana bu yerga kelib ikkitaga aylanib ketadi. Shunda to'g'ri kelib ketsa kerak. Bu tomondan bitta tortib boraymikan, nima qilsam ekan, 3 ta tortaymikan yoki hozir bir qator to'g'ri qo'yib chiqay, keyin ko'raman. Agar ikkitaga o'zgartirishga to'g'ri kelib qolmasa, bittani o'zi ham yetib qoladi keyin. Mana bu yerlar aniq 3 tadan to'g'ri keladi, lekin bir stak qoldi. Bir stak yetmaydiganga o'xshab ko'rinyapti meni ko'zimga. Hozir bitta nimadir reja o'ylab topaman. Agar bu reja o'xshamaydigan bo'lsa, keyin dabdala bo'la hammasi. Jetel qochib tur. Bu yerda davlat ishlarini olib boryapman. Qoch deyapman senga men, yaramas Jetel, qoch. Bo'ldi, shu yergacha kelsa normali bo'ladi. Bu tomondan bir qator keladi, lekin mana bu yoqni ikkitalik qilishimga to'g'ri kelyapti. Sababi esa sababi yo'q, shunchaki mana bu yerni bunaqa va bu tomondan ikkitalik qilib tortib chiqamiz oxirigacha. Gilamcha yetganicha menga shuncha gilamcha berishgan. Bundan ko'p gilamcha berishganda men ko'proq qilgan bo'larmidim balki, yoki bilmasam, xullas mana. Bundan zo'r va apshi zo'r bo'lib ketadi. Mana shu yerdan yurib borsa ham anchagina joyga yurib qo'yadi. Qayta mana u zinalarni bekor olib tashlabman. Ular ortiqcha hech qanaqa zarar yetkazmas ekan bu yerga. Zinalar turib tursin, mayli keyinroq ko'raman zinalarni ham. Nimadir qilaman, bu yerga bitta qo'yamiz va bu yerga bitta yoki yo'q, biroz g'alatiroq qo'yib yubordim. Ya'ni mana bu yerga bitta kresloni mana bunaqasiga qo'ysam, kresloni yoniga bunaqasiga qo'yaman, bu tomondan o'tib bunaqasiga va kresloni yana chiqib turib bu tomonga qo'yamiz. Va ajoyib, juda ham chiroyli. Endi kameralarni o'rnatib chiqishim kerak atrofga. Kameralardan kuzatib o'tirsam bo'ladi. Qani kameralarni ro'yxatga oladigan narsa shumidi? Yo'q, bu narsa emas ekan. Bu kesku. Buni nimaga menga berishgan bilmadim. Kameralarni mana shunaqa bu yerga bitta, keyin bu tomonga bitta o'rnataman va mana bu yerga bitta ortib qoldi. Bittani mana bu yerga o'rnatib qo'ysam, janob Boymer kelish joyidan kuzatiladi va bemalol chiroyli bu yerda majlis o'tkazsak bo'ladi. Mana bu narsani hozir menga kerak yo'q. Janob mer menimcha adashib menga bergan bu narsalarni, yana bilmadim. Hozir janob menga bergan mana bu narsangiz monitor emas ekan-ku. Ha, bilaman, sen keysni olib chiqib ketibsan. Boshqa sandiqda edi. O'sha sandiqqa olib solib qo'ydim, kirib ol. Bo'pti, hozir kirib olaman. Lekin bu keysni menga nima keragi bor? Qaytarib qo'ydim dedi. Mana bu yerda bu narsalarni nima qilaman janob mer? Buncha narsani Gilamlarni yetmagan joyiga qo'yib chiq. Qolgan bloklardan esa janob Boymerni mashinasi uchun garaj qil. O garaj nima kerak? O'zi majlisdan keyin qaytib ketasizmi? Yo'q, bir kun shu yerda dam olaman. Undayga to'g'ri qilish kerak. Qilib tashla biror chekkaroq joydan. Bo'pti, mayli, men ketdim unda. Hozir birinchi o'rinda monitorlarni ro'yxatga olib chiqish kerak. Yana qayerda bor edi? Monitorlarni dedimmi? Kameralarni. Bu yerda ham kamera bor ekan. Bu yerda bitta bor. Bu yerdagini olmabman va oxirgisi qoldi. Buni ham olib chiqish kerak. Okey, ro'yxatga olindi hammasi. Endi gilam yetmagan joylarni gilam qilib chiqish kerak. Undan oldin hozir monitordan kameralarni kuzatamiz. Mana ko'ryapsizlarmi jigarlar? Ko'ryapsizlarmi? Meni ko'ryapsizlarmi? Hoy. Qalaysanlar? Ko'ryapsanlarmi meni? Normali bo'ldi. Xo'sh, buni qanday o'chiramiz? Hozir uni bosish kerakmi? Qaysini bosishimiz kerak? Bilmadim. Qanday chiqaman kameradan endi? Bo'ldi, mana chiqdim. Tushunmay qoldim, to'g'risini aytsam. Endi hozir qaysi kamerasini ham ko'ramiz. Mana bu tepadagi kamerasining bu soni necha edi? 3 edi adashmasam, 3 ekan mana. Men juda ham chiroyli yigitchaman. Yo'q, xunukmanmi? Bilmadim. Kommentariy yozib qoldiringlar. Menimcha hammasi yaxshi. Endi gilamchalarni yo'yib chiqishimiz kerak. Gilamchalar albatta janob Boymer yuradigan gilamchalar. Iminni mana shuni ustidan yurishlari shartmikan, janob Boymer? Bilmadim. Hop. Mana. Voy, bu yerga kerak emasdi. Xo'sh, juda ham takoy bo'ldi endi.
Mana bu yerdan bir qator qo'yib chiqaman va narigi tomondan ham bir qator qo'yib chiqishim kerak. Shunda bemalol janob Boymerda 4 tasi ham sig'ib ketaveradi. Bu yo'ldan juda ham keng yo'l chiqyapti. Zinalarni bekor olibman deb afsuslanib turdim. Endi bekor afsuslanibman deb afsuslanaman. Chunki afsuslangani foydasiz ekan. Okey. Mana uni noto'g'ri qo'yib yubordim. Mana. Endi atrofini ham gilamcha qilib chiqish kerak-da. Janob Boymer bu yerga o'tirish uchun gilamchadan o'tirish kerak. Xo'p, mana aka. Janob merimizni o'zi yerdan yurib ketsa ham bo'laveradi. Hozir bir tomon qoldi. O'sha tomonni ham to'liq gilamcha bilan qoplab chiqsam, keyin esa garaj qurishni boshlasam ham bo'ladi, lekin majlis qachon bo'ladi u menga qorong'u, balki keyingi qismga qolib ketishi mumkin majlis. O'shaning uchun mabada keyingi qism bo'lib qoladigan bo'lsa, keyingi qismni kutib turinglar. Qachon chiqishini esa men bilmayman. Birinchi bu qism chiqadi, keyin boshqa qism chiqaveradi. 12 ta qoldi. Bu 12 tani hozir bizni o'zimizni janob merimizni uyini oldiga qo'ysam, endi bizni o'zimizni merimiz ham sal obro'liroq inson-ku. Baribir qizil gilamni yurib kiygisi keladi, dobratan deyim. Mana shu yerdan 12 ta uygacha yetadi, 12 tadan ham ortib qolar ekan. Tak, berga bitta va mana takoy. Вообще не takoy emas, вообще takoy bo'ldi. Hozir garajni qayerga qursam bo'lar ekan? Menimcha shu yerdan qursam ham bo'laveradi-yu. Yo'q, hozircha bu yerdan qurganim yaxshi chiqmaydi. Mana bu janob merda uyning orqasida chiroyli joy bor edi. Mana shu yerdan qurib yuboraman. Tak, 1 2 3 4 bu tomonni ham 1 2 3 4 yaxshi. Bu yerdan qaysi tomon sher keladi? 1 2 3 4. Lekin ustini oldini, orqa tomonlarini yopmayman. Sababini esa keyin tushuntiraman sizlarga. Birinchi mana hammasini taxtaga aylantirib yuboramiz. Taydan bir qator tosh terib chiqamiz birinchi o'rinda. Keyin esa ust qismini yog'ochdan yopib chiqamiz mana bunaqa qilib. Xo'sh, keyin atrofida mana bu yerga tosh, bu yerga ham tosh qo'yamiz. Bu yer seni katta xolangni emas, tush bu yoqdan yaramas, jetelvachcha. Nima qilib shu yerda tursam endi? Yeb qo'ymayman-ku, to'g'rimi? Bilmadim endi, mosh yeyishing mumkin och qolgan bo'lsang. Mosh roza bo'lsamchi? Roza oyi tugadi-ku tentak. Men baribir tutaverganman balki. Unda o'zing bilasan, mayli. Sen tutgan bo'lsang juda ham yaxshi ish qilibsan, malades. Senga boshqa hech narsa degim kelmayapti. Xo'p, endi ustki qismini yopish kerak. Ustki qismini yopish uchun tepaga bir qator chiqishim kerak men. Tepaga chiqib turib, hamma daraxtni taxtaga aylantirib yuboribman. Bu tomonni o'ylamabman-ku. Mayli, hozir mana bunaqa qilamiz. Bu yerni esa qaytarib olib tashlayman. Keyin janob Boymerda mashinasini olib kelib, xuddi mana shu yerga o'rnatib chiqaman. Ya'ni u qanaqa o'rnatib chiqaman? Mashina o'rnatiladigan narsa emas, to'g'rimi? Kiritib qo'yaman. Menimcha majlis keyingi qismda bo'lsa kerak rostdan ham. Bugungi qismda mana shu garajni tugatsam ham katta gap. Albatta sizlarni keyingi qismda kutib qolaman. Keyingi qism esa bilmayman qancha vaqtdan keyin chiqadi, lekin asosiy kanalda albatta chiqadi. Men bunga ishonaman. Sizlar ishonasizlarmi yo'qmi? Kommentariya sizlar uchun ochiq turibdi. Bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Mana shunaqa qilaman. O'rtasiga turadi, bemalol u yoqqa ham bu yoqqa ham chiqib kiraversa bo'ladi. Bu yerga oyna qo'ymadim, sababi o'zi bu yoq yopiq. Hozir janoblarga aytaman. Janob mer, men hamma ishlarni qildim. Majlis keyingi qismda bo'ladimi? Ha, albatta. Men keyingi qismda majlisni qilib, undan keyingi qismda ketaman. Bo'pti, unda men uyimga ketsam bo'ladimi? Bemalol ketaver. Damingni ol, keyingi qismgacha. Mayli, rahmat sizlarga ham kattakon.